Man sizlarga Manchester Forest yoshimda o'ynagan. Mana yoshimda o'ynaymiz. Hozir kiryapti o'yinga. Boy video o'rgandim. Internet ishlamay chiqarib endi Xudo xolasa uyga ana kirdik. Tak. Ozroq qo'tyapti. Dun. Короче, mana to'siqlarni qo'yishimiz kerak, o'zbekcha gapiramiz. Keyin videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Tak, tez bo'lish kerak. Yo'qsin daraxt chopib, ba'zan kuchaytiradi. Aniqrog'i versda kuchaytirib, boshqa ishlarni qiladi. Tak, endi men sizlarga batafsil buni tushuntiraman. Kim bilmasa, temir o'zbekchasi temirlarni yig'ib verstakka tashlab, yasash stolga tashlab, keyin daraxt chopamiz bolta bilan, mana bolta. Keyin chopganimizdan keyin ularni yana verstak, aniqrog'i yasash stolga tashlab yoki olovga tashlasak bo'ladi. Bitta ko'mir 5 ta bo'ladi yoki 4 ta. Bitta olamiz. Shu bitta ko'mirni ham olamiz. Jim turma, hozir ishlayman, bora hujum qilyapti bizga. Tak, xullas obunachilar, orada pauza qilib turdim. Mana bu birinchi bola, aniqrog'i bola. Uni maxluq o'g'irlab ketgan. Ya'ni bug'i katta transformatsiyaga uchragan katta bug'i o'g'irlab ketgan 4 tani. Biz o'shani topishimiz kerak. Zadaniya bajariladi. Keyin topganimizdan keyin bu VIP Minecraftga o'xshab VIP davom etishi mumkin. Ammo tugamaydi. Keyin odamlar qancha yashaganingizga qarab siz baholaydi. Masalan, 82 kun, 100 kun bo'lsa, hattoki 100 dan baland o'yinchilar siz bilan kirgisi keladi. 100 dan sal balandroq o'yinchilar siz bilan kirgisi keladi. Chunki siz ko'p yashagansiz, talantingiz bor. Ko'p kun yashagan bo'yicha. Agar 5 kun yashaganingiz, 5 kun yashab, 15-20 kun yashaganlar 4 ta bo'lib, siz bitta kirsangiz hamma chiqib ketadi. Yana shunaqa, aniqroq shunaqa. Tak, qornim ochdi. Borib, biror narsa yeyishimiz kerak. Tak, uzum. Qo'lama. Bo'riga bas kela olmaymiz. Uchun spare, aniqrog'i nayza kerak bo'ladi bizga, nayza. Va haydam qo'lyapti-ku. Tak, qo'chamiz. Bu yerdan olamiz temirni. Tak, bazaga qaytamiz. Ovqat topdim. Tak, orada yana pauza qilib turdim. Короче. Ukam hali ham ovqat to'plagan yo'q. Oho. Qora minora. Avrog'icha kerak. Tak, yana tushib ketdim. Shular men yomon ko'raman. Tak. O'zi u telefonda, yo'sinayotgan telefonda men 82 kun yashaganman, o'ylamaylik, maksimum 58 kun yashagan. Boshqa telefonda 58 kun yashagan. Ovqat olib ketasiz, 58 kun yashagan, masa 63. Ko'p kun yashaganman, 82 kunni kutganman, kutish kerak. Agar 1 soat o'ynasangiz 50 kunmi, 60-70 kun yashasangiz bo'ladi. 1,5 soat o'ynaganman. Tak. Ertalab tushdi. Yana
qilib kelish kerak. Las kim bilmasa yangilangan buni Forest yili biladi. Yangilangan ko'rshapalak qo'shilgan ko'rshapalak. Uni uyga borib urishib ko'rganmiz. Videoga olmasdan sal ichkarig'iga kirganmiz. Kirib urishib chiqqanmiz, lekin ovqatimiz yo'q. Jonimiz ham kam, ovqat aniqroq bor, lekin jonimiz kam edi. Qurol normalnirog'i yo'q edi. Shunga aniqroq nayza bilan urishibga borganmiz. Jonimiz qizil bo'lib turgan, shunda qaytib chiqqanmiz. Aptechka topdim. Aptechka o'zbekchasi nima bo'lishini bilmayman. Kommentda yozinglar. Tak. Anta g'ildirak bor ekan. Balon. Ikkinchi bolani ham joyini topdik. Yaxshi. Lekin olovi 4-level, 5-level qilsa yarmi. Hozir 5-level zonasida. Ana karta. Uni yana kattalashtirib 6-level max. Nayza tushdi. Mana shu nayza inglizchasiga spear bo'ladi. Tak, bitta nimadir ko'rdim. Qani? Mana kirish. Tak, endi pastga tushamiz. Hatta g'ildirakni olib ketamiz. Tak, birinchi bolani qutqaramiz haliroq. Tak. Yosin yur, birinchi bolani oldiga borib turib qutqaramiz. Mana bor. Yo'q, men jonim ozgina qoladi. Qo'yon saniq boltayim bilan, eskiroq boltayim bilan biriktasini o'ldirsam bo'ladi. Yur. Tak, bo'lib kelaylik. Men qattaligini aniqlab turaman. Aniqlayman. Mapda proslab bolalar anons bor. Missing Keyin u qattaligini aytar. Tepada bitta aniqasi chiqadi. Qanaqa buni o'g'irlashgani haqida. To'g'riga, daraxtdan to'g'riga ketamiz, lekin hozir bormaymiz, chunki soat yasamadim. Hozir o'zim yasayman. Soat yasaymiz. Tak, soatni bu yoqqa qo'yamiz. Keyin tepada ko'rsatadi, u kechqurun bo'ldi. Agar kechqurun bo'lsa, bo'rilar bizni kelgan joyga kiraveradi. Keyin biz o'ldirib tashlaydi. Bizni sandiq ochamiz. Bitta sandiqlar bo'ladi. Adashmasam 4-bo'ladi qora sandiq. 3-da oltin sandiq. 2-da temir sandiq. 1-da tosh yoki kichkina fod. Plus daraxtli chase bo'ladi sandiq. Keyin orqasida mana bir rasmlar chiqadi. Boy qush, bu mana aytib o'tgan ular o'shanga o'xshagan. Nima bo'ldi? Qurbaqa. Hozir ishlashamiz. Qurbaqa qo'shildimi? Yo'q. O'zga tayyorladiklar. Tak, borib ko'rish kerak. Tak, borib ko'rishimiz kerak. Как раз. Mana. Men birinchisini, ikkinchisini yoramiz. Davay o'tamiz. Masalaga zo'r orujali bo'ladi hali. Men o'lib ket. Ikkinchisini men birga yoraman. Tak. Sen oldiga borib tur. Elektron devor tushdi. Endi biz boymiz. Bizga odamni hujum qilar ekan. Men sizlarga aytgan sariq odamlar. Hozir ularni ham ko'rsataman.
Tak mana bu temir olish kerak. Qaranglar buni. Yo. Hali yana tushgan ha? Yana tushgan. Hali sen birinchi bolani oldingmi? Yok ona keyinde durup bakmazsan. Oldu tamam mı kanışın? Az qarab tur, ketolma. Keyin chiqamasini o'ldirib olaman. Senda qurol bormi? Yo'q, Tak buni ham qo'yib qo'yamiz. To'g'ri ketishdi. Ulaman Qarab tur. Qarab turgin, hozir ketolma. Stop, qani o'zi? Daraxtdan yoqqa burilish kerak edi. Daraxt mana bu yerdan to'g'ri, nagli to'g'ri ketish kerak. Qorli zonaning orqasidan. Ha, ko'rdim, ketolma. Dim. Hozir qarab tur, o'ldiraman. O'ldirib bo'ldim. O'ldirib bo'ldim. Menga qoldirmading, videoga olish kerak edi. Mayli, ikkinchisini videoga olamiz. Ovqatlar ter. Vo'ho, temir katalgin. Voy. Sen joying qilib oldim. Men ketdim. Bittasini ochib ko'rsatay. Tak, mana bitta shunday bo'ladi. Bu daraxtli eng yomoni, keyin toshli, keyin toshli, keyin temirli, bu kerak emas, temirli, keyin oltinli, keyin oltin nasl kuchaygani, o'sha oltin nasl kuchaygani 3-bo'ladi. Undan keyin qorasi, keyin olovli joyda, qishli zonada ham zo'rlar bor. Tak, buni tashab qo'yamiz. Endi narsalar olamiz. Mana katta temir ko'rdinglarmi? Yomon ko'p temir beradi. Yo'qsa versak kuchaytir. Anaroq yashash stolini. Bemalol temir yetib ortadi. Ovqat yeyish kerak. Ovqatimiz to'ldi. Versak kuchaytir bo'lmaydi. Mana daraxt yetmayapti. Ekranni bunaqa qilamiz. Nimaga desanglar, o'sha sariq odamlar bizga hujum qiladi. Daraxt choptiramiz ungacha. Sariq bolta, ya'ni zo'r bolta tushsaydi 5 ta chopamiz. Bunda esa 13 tami shunaqa edi. Qizilda bitta dona, benzapildan ham bitta, katta daraxtda 5 tadanmi uni yo'q qilaveradi. Chunki katta benzapila yaxshi. Tak, endi 3-levelli emas, uni oldi 2-levelli, aniqroq 1-levelli kravat yasashimiz kerak. U bizga qo'shimcha kun qilib beradi. Bu aytganimdek, odamlar kuniga qarab sizni qo'shishadi komandasiga. Mapga o'tkazib ko'rsataman, mana lazerligi o'ldirib tashlaydi bittada. Tak, bu to'siqlar bekorga qo'yilmagan. Mashina kelib qurolingiz bo'lmasa, mana o'ldi hammasi. Bulardan keyin bo'yinboq tushadi, mana qizili, uni verstakka tashlash kerak. Keyin 4-level qilish uchun aynan shundan 2 ta kerak. Keyin keyingi levelda har birini yasash uchun har birini craftida bittadan bor. Keyin buni yasash uchun dumaloq kerak. Keyin mana sirlilari ochiladi. Sirlilar 5-levelli, lekin 3 ta narsa bo'ladi. Bittasi siz boshqatdan sirliladi, bittasi vaqt boshqara olasiz. Keyingisi yana bilmadim. Keyingisi tezlashtiradiganmi yo'qmi bilmayman. Tag reydam tugadan urug'i va reydman. Xuddi Minecraftga o'xshab. Tak. Tan yo'qoramiz. 5-level qilish kerak. Qotda ozgina bitta ko'zga sayyoralik kemasi. Endi atrof qaraymiz, chunki o'zga sayyoralik kemasi, o'zga sayyoraliklar kemasi kamda 3 dan 4 ta tushadi bitta olamda. Tak, o'shani qidiryapman. Keyin boy bo'lib beramiz. Bitta boylik topdim. Ham bormidi boshimda. Bu yoqqa birga solaman basharang. Boy bittasi meni o'ldirib ketgandi. Buni videoga olmaganman. Vaqtga qarshi yomg'ir ham yog'ardi. Ovqatlar olaveramiz, mayli.
Tak, mana temirli sandiq. Ochamiz, ichidan yaxshi narsa tushadigan bittaman. 3 ta zona bo'ladi, aniqroq 4 ta. Tak, aytib chiqaman. Birinchi leveldan ikkinchi level emas, aniqroq 3-levelgacha oddiy zona chiqadi. Undan 4-5-levelgacha qora bo'rlar anaqasi chiqadi. Keyin 5-dan 6-levelgacha ayiqlar zonasi, 6-leveldan keyingi qurbaqalar zonasi chiqadi. Bo'rin terisini berganmisan, bermaganmisan berib ol, hozir ketib qoladi. Keyingi kun beraman, keyingi safar. Menga hozir kerak emas. Kelmaydi. Bo'ldi, jim, menga farqi yo'q. Men toshligi, bu yomoni. O'zing bilasan. Bo'ldi, o'zim bilaman, jim. Oqarmoq. Yaxshi. Vanta kengisini topdim, hozir o'ldirib tashlaymiz. Mana keyin Dravavik, o'zbekcha bilmayman. Xullas o'sha bor, mana shular оружиечisi bo'lar Minecraftga o'xshab. Tasha buni. Va mana buni o'ldiramiz, tum. Olib olamiz, tum. Keyin shunaqa gap. Ikkinchisi ham yonmayon. Bu ishlaydi, bo'linmab ketsa bo'ladi. Оружие kerak. Yo'sa оружие qilich. Zo'rlardan. Оружие kerak bizga. Mapni ko'rsa, mapni teleport qilsa, qanaqa o'zga sayyorlik allaqasini ochsa bo'ladi, sandig'ini. Uning uchun bazasiga boramiz. Hammasini ochish kerak bo'ladi. Kayf qilamiz endi. Biz boy bo'lamiz. Faqat menda Dravavik bor, kam. Yo'san, adashmasam burun terisiga revolver berar, to'g'rimi? Olganmisan? Yaxshi, ertasi kuni sobol. Ertasi kuni boramiz, xo'pmi? Ertasi kuni borib, o'ldirib kelamiz. Farqi mana o'ldirib keyin menda anu bor. Nima deyiladi? Qilich. Elektron qilich bor. Bol o'ldirib kelamiz. Hali bu bo'lmaydi. Tak, buni ham tashlay endi. Dam. Temirdan muammo yo'q, faqat daraxt. Chopish kerak, qotdi, kutamiz. Boyqush ko'rsatishim kerak. Hozir aynalib kelaman, keyin ko'rasizlar. Boyqushda mana yurimiz, fanarsiz. Tak, mana yuramiz, atrofda aynalib. Mana daraxt chopyapti, yo'sin. Aynalib yuramiz. Boyqush o'zi keladi. Kelmasligi ham mumkin, chunki 40 sekund qoldi. Ertalab bo'lishiga. Tak, yuramiz. Hozir qotyapti bilaman, yomon qotyapti. Voy bo'ri. Ay, urilmay o'l daraxtga. Qot. Qo'rqma, menda aptechka bor. Hozir men turg'izgandan keyin videoni davom ettiramiz. Xullas, obunachilar, videoni tugatishga qaror qildim, chunki почти 20 minut bo'lib ketibdi. Xullas, hammaga xayr obunachilar. Agar men yarim soatlik, deyarli 1 soatlik videosini xohlasanglar, kanalga like bosib, aniqroq videoga, keyin kanalga obuna bo'linglar. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar. Sizlar bilan Counter Gamer bo'ldi. Hammaga xayr.